Bugun sizlar bilan o'zbek adabiyotining eng muhim asarlaridan biri Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" romani haqida gaplashamiz. "O'tgan kunlar" o'zbek tilidagi birinchi tarixiy roman hisoblanadi. U 20-asr boshidagi Toshkent va uning atrofi, xalqning ijtimoiy hayoti, urf-odatlari, sevgisi va kurashi haqida hikoya qiladi. Asarda qadim va yangi fikrlar to'qnashuvi asosiy mavzu bo'lgan. Asar bosh qahramoni Otabek ilg'or fikrli, adolatparvar yigit. U o'z muhabbati kumush bilan baxtli bo'lishni xohlaydi. Ammo jamiyatdagi eskicha fikrlash, urf-odatlar va odamlarning shaxsiy manfaatlari ularning hayotiga aralashadi. Otabek kumushni sevadi, lekin ota-onaning bosimi bilan ikkinchi xotin Zaynabga uylanadi. Bu esa kumush bilan Zaynab o'rtasida ayovsiz raqobatga sabab bo'ladi. Nihoyat bu fojia kumushning o'limi bilan yakun topadi. Otabek esa yuragi ezilgan holda hayotini davom ettiradi. Bu asar bizga shuni o'rgatadiki, haqiqat va sevgi uchun kurashish lozim. Jamiyatdagi eskicha urf-odatlar ba'zida insoniy baxtga to'siq bo'ladi. Ayollar taqdiri va erkaklarning mas'uliyati har doim muhim mavzu bo'lib kelgan. Men uchun "O'tgan kunlar" bu shunchaki tarixiy roman emas. Bu asar yurakni ezadigan sevgi, odamlarning ayb va avf, islohot va qarshilik orasida qolgan hayoti haqida. Otabek va kumush obrazlari hanuz ko'nglimda yashaydi. Agar siz hali bu romanni o'qimagan bo'lsangiz, albatta o'qing va o'qib o'zingizni Toshkentning changli ko'chalari, havosi va kumushning ko'zlari bilan to'la olam ichida topasiz.